Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchiroy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik O'zbekiston yoshlari, buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik O'zbekiston yoshlari. Bolalikdan asov otni egallab, doim zafar quchgan Temur bobomiz 12 yoshida taxtni egallab, yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq o'tayirni yod olgan kim? Bizning Navoiy bobo. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik O'zbekiston yoshlari, buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik O'zbekiston yoshlari. Bu kun jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Ular yurtni marralar sari boshlab, beruniylar bosgan izlarni bosib. Mana shu Zangio'ta tumani ixtisoslashgan maktabda bolalarimiz mana qizim o'qiydi. Bu maktabni bizga yoqadigan tomoni tartib intizomi juda yaxshi. O'qituvchilari, bolalari nimasi, tartibi, masalan, o'qitishlari, hammasi sharoitlari yaxshi, juda yoqadi, bizlarni qoniqtiradi. Mana ota-onalarga maslahatim, yana bolalaringizni mana shu maktabda o'qitinglar. Rosa hamma sharoitlari yaxshi. O'qitish usullari, o'qituvchilari bilimi, muomalalari hammasi bizga juda yoqadi. Bizning Zangio'ta tuman ixtisoslashtirilgan maktabimiz 2022-yilning sentyabr oyida o'z faoliyatini boshlagan. Bugungi kunda maktabimiz iqtidorli o'quvchilarga sifatli ta'lim berib kelayotgan zamonaviy maskanlardan hisoblanadi. Maktabimiz 450 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, o'quvchilarimizga zarur bo'lgan barcha shart-sharoitlar mavjud. Maktabimizda ta'lim aniq va tabiiy fanlar asosida tashkillashtirilgan. O'quvchilarimiz imtihon asosida saralab olinadi. Bu esa bilimli va iqtidorli o'quvchilarimizga yanada sifatli ta'lim olish imkonini yaratadi. Men Zangio'ta tuman ixtisoslashtirilgan maktabining 9-sinf o'quvchisiman va tabiiy fanlar yo'nalishi bo'yicha tahsil olaman.
Maktabimizda tabiiy fanlar yo'nalishi bo'yicha 7-sinfdan test imtihonlari orqali qabul qilinadi va bu bizga iqtidorli va bilimga chanqoq o'quvchilarni tanlab olish imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasida iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularning ilmiy salohiyatini yuzaga chiqarishda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-aprelda 106 sonli ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimida ixtisoslashgan maktablar faoliyatini kengaytirishga doir Prezident farmoni qabul qilindi. Men 10-sinf o'quvchisiman va aniq fanlar yo'nalishida tahsil olaman. Aniq fanlar yo'nalishiga o'quvchilar 5-sinfdan qabul qilinadi va matematika hamda ingliz tili fanlaridan test imtihonlari orqali saralab olinadi. Bizning aniq fanlar yo'nalishida darslar kichik guruhlarda, ya'ni 12 nafardan o'quvchi orqali tashkil etiladi. Bu bizning ustozlar bilan yaqindan ishlash, savollarimizga javob topish va bilimlarimizni mustahkamlash imkonini yaratadi. Bizning maktabimizda fizika, biologiya hamda kimyo fanlari uchun zamonaviy jihozlangan laboratoriya xonalari mavjud. Bu kun jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Ular yurtni marralar sari boshlab, beruniylar bosgan izlarni bosib